Hayz kuningizdan o'tdi, testda ikkita chiziq chiqdi, o'zida homila yo'q. Homila qayerda? Biz bunaqa vaqtda vnimachiy, ya'ni bachadondan tashqari homiladorlikka shubha qilamiz. Bunda homila urug'langan tuxum hujayra bachadon naylari orqali matkaga yetib kela olmaydi va bachadon nayda rivojlanishni boshlaydi. Buning sababi quyidagilar. Birinchisi, organizmdagi yallig'lanish kasalliklari. Xlamidioz, ureoplazma, mikoplazma, oddiy shamollashlar ham bachadon nayda to'siq hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi sababi, organizmdagi gormonal o'zgarishlar. Bunda bachadon naylarining harakati cheklanadi va bu ham vnimatiyga olib keladi. Uchinchisi, chanoq bo'shlig'i hamda qorin bo'shlig'ida o'tkazilgan operatsiyalar. Bunda organizmdagi chandiqlanish jarayonlari tufayli bachadon naylaridagi topografiya o'zgaradi. Bu ham vnimatiyga bitta sabab bo'la oladi. To'rtinchisi, organizmdagi endometrioz kasalligi. Bunda endometriy to'qimasining bachadon naylarida hosil bo'lishi natijasida homila matkaga yetib kela olmaydi. Bunday holatda ham biz vnimatiyga shubha qilamiz. Vnimatiyni bo'lganda biz birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? HGC analizini topshirib, chindan ham organizmda homila bormi, yo'qmi? Buni tasdiqlab olishimiz kerak. Agar HGC analizida homiladorlik ma'lum bo'lsa, o'zida homiladorlik kuzatilmasa, bemorimizda qorin pastida kuchli og'riqlar kuzatilsa, biz bemorni zudlik bilan operatsiyaga olishimiz kerak. Bunda bemorning hayotini hamda bachadon naylarini saqlab qolib, kelajakda ona bo'lishlariga yana bir imkoniyat beramiz.